Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va boshqa o'rganuvchilar. Demak, bugungi ikkinchi darsimizda quyidagi mavzularni o'rganamiz. Birinchi, vektor modelini topologiya qonunlariga asosan tahrirlash, topologiya xatolarini topish va vektor modelini ma'lumotlar bazasiga ulash. Shu quyidagi 3 ta mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi darsimizda sizlar bilan ushbu aholi turar joyini uylarini vektor modelini yaratdik va har bir uyga o'zini ID kodini kiritib chiqdik. Demak, ushbu vektor haqida, yaratilgan vektor modeli haqida ma'lumotlar olish uchun biz albatta shuni vektorni atribut table'iga kiramiz, ya'ni ma'lumotlar bazasiga kiramiz. Demak, ko'rib turibsizlar, bu yerda demak 45 ta obyekt yaratilgan. Demak, 45 ta uy bor degani aholi turar joyi va har birini ID kodlari berilgan. Bu narsani oldingi darsda, birinchi darsimizda ham ko'rib chiqdik. Attribute table'dan chiqib ketaman. Sizlarga ma'lumki, ko'rib turibsizlarki, bu yerda aholi turar joylaridan tashqari madaniy meros obyektlari ham mavjud. Bizni holatimizda esa ikkita madaniy merosi mavjud. Birinchisi bu madrasa, ikkinchisi bu madrasa. Albatta, bu madrasalarni, ya'ni vektor modelini yaratish uchun albatta biza yana yangi vektor modeli hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta, sizlar birinchi darsimizda qanday qilib vektor modelini yaratishni o'rgangansizlar. Ya'ni xuddi shunaqa usul orqali demak, madaniy meros obyektlarini chizish uchun vektor modeli yaratamiz. Buning uchun view bo'limiga borib, katalog pen tugmasini bosamiz va katalog oynachasidan folder, ya'ni papkalar bo'limiga o'tamiz. Kecha bizni yaratgan papkamiz Argis Pro loyihasi edi. Ichida bizni uylarimiz, birinchi yaratgan vektor modelimiz mana turibdi va bu hozir aktiv holatda bu yerda. Yana shu papkani ichiga yangi madaniy meros obyektlari uchun yangi vektor modeli yaratamiz. Uning uchun papkani ustiga sichqonchani 10 knopkasini bosamiz va new tugmachasidan shapefile tugmasini bosamiz, tanlaymiz. Demak, bu yaratayotgan vektor modelini joylashishi, vektor modelini nomiga demak madaniy meros obyektlari deb nomlaymiz. Ya'ni qisqartirish maqsadida MMO, ya'ni madaniy meros obyektlari deb nomlaymiz. Albatta, bu poligon shaklida bo'ladi vektor modeli. Oxirgi bo'limi demak yaratayotgan vektor modeliga koordinata sistemasini tanlashimiz kerak. Koordinata sistemasi albatta sun'iy yo'ldosh koordinata sistemasi bilan bir xil bo'lishi uchun biz sun'iy yo'ldoshni tanlaymiz. Demak,
ko'rdinglar. Yaratayotgan yangi vektor modeli ushbu koordinata sistemasiga proyeksiyalanadi. VGS 1984 UTM zona 41N va run ya'ni yaratish tugmasini bosamiz. Demak, ko'rdinglar, yangi vektor modeli yaratildi. Madaniy meros obyekti. Yaratilgan vektor modeli orqali shu ikkita madaniy merosni chizishni boshlaymiz. Demak, chizish uchun yana edit bo'limiga o'tib create создать funksiyasini tanlaymiz. Hozirda bizda ko'ryapsizlar, demak ikkita poligon vektor modeli mavjud. Birinchisi uylar, biz uni chizib bo'ldik. Ikkinchisi ya'ni madaniy meros obyektlari. Madaniy meros obyektlarini tanlaymiz va poligon yaratish tugmasini bosib birinchi nuqtani qo'yamiz. Birinchi nuqtani qo'yganimizdan so'ng ya'ni topologiya qonunlari bilan vektor modelni yaratish uchun xatosiz chizish uchun tracing trassirovka funksiyasidan foydalanamiz. Va ikkinchi nuqtani uylar obyektini uchiga qo'yib sichqonchani tortamiz. Tugagan joyiga bosamiz. Va yana vektor modeli poligon tugmasini qaytib obyektni chizishni davom ettiramiz. Taxminan obyektni chizib bo'ldik. Chizib bo'lgandan so'ng sichqonchani o'ng tugmasini bosib finish ya'ni tugatish tugmasini bosamiz. Demak, ko'rib turibsizlar, madaniy meros obyektini birinchi vektor modeli yaratildi va yaratgan vektor modelini saqlab qo'yamiz. Demak, yaratilgan vektor modeli madaniy merosga, xaritada madaniy merosga o'xshash uchun ozgina bu modelga ishlov beramiz. Ya'ni dumaloq circle tugmasini bosib bizda albatta snapping tugmasi aktivlashtirilgan. Aktivlashtirishni esingizdan chiqmasin. Dumaloqni tanlab chizamiz. Dumaloqga radius berishimiz kerak. Radius berishimiz uchun R knopkasini bosamiz klaviaturadan va o'lchov birligini fitdan metrga olamiz va taxminan 2 metr beramiz. Yaratildi. Ikkinchisiga ham xuddi shu amalni bajaramiz. Tanlangan bo'lsa clear ni bosib turamiz. Va ushbu sirkullarni ya'ni dumaloqlarni asosiy obyektga birlashtirish uchun merge ya'ni birlashtirish funksiyasidan foydalanamiz. Avvalambor uni tanlashimiz zarur bo'ladi. Shift orqali bosib turib tanlaymiz va merge
nuqtasini bosib, yaratilayotgan obyektlar katta obyektga birlashtirishi uchun birinchi obyektni tanlaymiz va merge nuqtasini bosamiz. Demak, yaratilgan ikkita dumaloq sirklni, demak, asosiy obyektga birlashtirdik va uni ichini ko'rinadigan qilishimiz kerak. Nokolar va chet chiziqlarini qizil emas, ko'kda tanlaymiz. Chunki agar qizil qilsak, uylar bilan bir xil bo'lib qolishi mumkin. Madaniy meros obyektimiz deyarli tugadi. Ko'rib turibsizlar, demak, vektor modeli madaniy meros obyekti yaratildi. Endi bu yanada madaniy merosga o'xshash uchun ichini hovlisini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz split tugmasidan foydalanamiz, funksiyasidan. Select one or more lines or polygons chiqadi. Demak, bu degani kesmoqchi bo'lgan obyektimizni tanlashimiz kerak. Kesmoqchi bo'lgan joylarga har bittasiga qo'yib boriladi. Birinchi nuqta bilan oxirgi nuqtani birlashtiraman. Vertex yopiq menda va tugataman. Demak, ko'rdinglar, biz kesib oldik. Endi kesib olingan o'chirish uchun, demak, birinchi clear tugmasini bosaman. Shu joy bizga kerak emas. Demak, delete bosib o'chiraman. Yes. Va yaratilgan vektor modelini saqlash uchun albatta save tugmasini bosaman. Demak, xuddi shu metod orqali ikkinchi obyektni ham chizib olamiz. Albatta trassirovkani tanlaymiz. İkinci obyektimiz tayyor bo'ldi va uni oxiriga yetkazish uchun taxminan ichidagi yuzasini olib tashlaymiz. Demak, kesish uchun split tugmasini bosib obyektni tanlayman. Demak, taxminan kesish uchun birinchi nuqtani qo'yaman. Ikkinchi nuqta, uchinchi nuqta, to'rtinchi nuqta va tugataman. Tugatish uchun sichqonchaning o'ng knopkasini bosib, tugmasini bosib, finish bo'limini tanlayman. Demak, ko'rdinglar, bu obyekt ham ikkiga bo'lindi. Ikkita obyekt ham tanlanib turibdi. Shu tanlashdan qutulish uchun, demak, clear tugmasini bosib, albatta ichidagi obyektni tanlab, delete, ya'ni o'chirish tugmasini bosaman. Demak, ikkinchi
poligon vektor modelini ham yaratdik va undan foydalanib turib ikkita madaniy meros obyektini chizib oldik. Agar sizlarga chizilgan nuqtalari o'zgartirishni talab qilsa, sizlarga yoqmasa, demak albatta edit vertex funksiyasidan foydalanib turib ko'rasizlar, hamma vertexni koordinatalari berilgan. Uni vertexga yaqinlashib turib, uni ushlab sichqonchani o'ng tugmasi bilan ushlab turib, chap tugmasi bilan ushlab turib, demak kerakli joyga o'zgartirishimiz mumkin. Va albatta saqlash tugmasini bosib qo'yamiz. O'chiramiz. Ikkinchi vektor formatida ham obyektlarni chizib tugatdik. Demak, e'tibor berishinglarni xohlardim. Birinchi obyektni ikkinchi obyektga qo'shayotganda biz albatta autocomplete poligondan foydalana olmaymiz. Shuning uchun trasirovka funksiyasidan foydalandik. Yaratilgan ikkita vektor modelida topologik xatolar bor yo'qligini bilish uchun, demak, ikkita vektor modelini geobaza danliqga kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, geobaza danliq yaratishni hozir ko'rsatib o'taman. Demak, view bo'limiga borib, katalog pane tugmasini bosamiz. Demak, ikkita vektor faylimiz ham ArcGIS Pro loyihasida joylashgan va yaratayotgan geobaza danliqimiz ham shuni papkani ichida joylashadi. Geobaza danliq yaratish uchun papkamizning ustiga sichqonchaning o'ng knopkasini bosib, new bo'limiga o'tib, file geodatabase tugmasini bosamiz. Geodatabase yaratildi va unga, demak, baza danliqni nomlaymiz. Demak, bizga qulay bo'lish uchun baza danliqni uylar va madaniy meros obyektlari deb nomlaymiz. Ko'rib turibsizlar, demak, ma'lumotlar bazasi yaratildi. Demak, yaratilgan geobaza danliq ustiga sichqonchaning o'ng knopkasini bosib, ya'ni new feature data set hosil qilib olamiz. Demak, feature data set vektor modellari jamlamasi deb ham tarjima qilsa bo'ladi. Demak, jamlama asosiy funksiyasi shundan iboratki, demak, jamlamadan foydalanib turib bizlar, demak, yaratilgan vektor modellari orasidagi o'zaro munosabatni tiklashimiz mumkin. Uylar, yaratilgan uy vektorlari orasidagi munosabatni va yaratilgan
madaniy meros obyektlari vektorini uylar vektori bilan o'zaro munosabatini tiklashimiz mumkin. Albatta, demak, bu vektor modellar jamlanmasi uylar va madaniy meros obyektlari baza данных ichiga yaratiladi va jamlanmani nomlashimiz zarur. Jamlanmaga topologiya nomini beramiz, chunki bizning asosiy maqsadimiz vektorlar orasidagi topologik xatolikni topish. Koordinata sistemasini o'zgartirishimiz zarur. Koordinata sistemasiga demak sun'iy yo'ldosh tasviri koordinata sistemasini tanlaymiz va run, ya'ni yaratish tugmasini bosamiz. Demak, ma'lumotlar bazasi ichida, ya'ni feature dataset, ya'ni vektor modellar jamlanmasi ham yaratdik. Feature datasetni ichiga yaratilgan ikkita vektor faylimizni import qilamiz. Uning uchun yana feature dataset ustiga sichqonchaning o'ng knopkasini bosib import feature classes tanlaymiz va import qilmoqchi bo'lgan vektorlarimizni tanlaymiz. Bu albatta madaniy meros obyektlari hamda uylar. Va run knopkasini bosamiz. Demak, ko'rib turibsizlar, ikkita vektor modelimizni muvaffaqiyatli vektorlar jamlanmasi, ya'ni feature dataset ichiga import qilib oldik, ya'ni kiritib oldik. Va bundan so'ng endi bemalol ikkita vektor orasidagi munosabatni tiklashimiz mumkin, ya'ni topologik xatoliklarni tekshirishimiz mumkin. Oxirgi jarayonimiz qoldi. Demak, topologiya yaratilgan feature dataset ustiga sichqonchaning o'ng knopkasini bosib new va topologiya bo'limiga kiramiz. Ko'rib turibsizlar, bizda hozir ikkita vektor modeli bor. Demak, bizga ikkita vektor modelini o'rtasidagi topologik xatoliklarni topishimiz zarur. Shuning uchun ikkalasini belgilaymiz va keyingi next tugmasini bosamiz. Bu oynachada demak topologik qonunlarni kiritishimiz kerak, ya'ni add rules. Birinchi uylarni tanlaymiz. Qonuni demak mustn't have gaps. Mustn't have gaps degani demak yaratilgan vektor uylarni o'rtasida, ya'ni zazor, ya'ni teshiklar, ya'ni oraliq bo'sh joylar bo'lmasligi kerak. Yana qo'shamiz, uylar tanlaymiz. Endi ikkinchi topologik qonuni ikkita yaratilgan vektorlar bir-birini ustiga tushib ketmasligi kerak. Demak, bu ingliz tilida mustn't overlap deb tarjima qilinadi. Demak, uchinchi qonuni madaniy meros obyektlari albatta uylarga yopishib qurilgan. Shuning uchun
madaniy meros obyektlari uylar bilan o'rtasida ustiga tushib qolmasligi kerak bo'ladi. Shuning uchun madaniy meros obyektlarini tanlab, topologik qonunda mustn't overlap with area ni tanlaymiz. Feature classga demak uylarni tanlaymiz. Demak, ko'rasizlar, demak vektor modellar jamlamasi bizga shunaqa imkoniyatni yaratyapti. Yaratilgan vektor modellari o'rtasidagi topologik xatoliklarni topishni imkonini beradi. Va next keyingi bo'limiga o'tamiz va tugatish finish tugmasini bosamiz. Demak, ko'rdinglar, topologiya yaratildi. Albatta qonuni bilan, topologik qonun bilan. Endi bu yaratilgan topologiyani kartaga qo'shamiz. Qo'shish uchun sichqonchaning o'ng knopkasini bosib turib, add to current map tugmasini bosamiz. Va bu oynachani yopib chiqib ketamiz. Demak, topologiya kartamizga qo'shildi va u bilan birga ma'lumotlar bazasida turgan uylar va madaniy meros obyektlari vektor fayllar ham qo'shildi. Endi shu paytga qadar biza ishlab kelgan vektor fayllarni kartadan demak chiqarib olishimiz mumkin. Buning uchun o'ng knopkasini bosib remove o'ng knopkasini bosib uylarga demak remove tashqari chiqamiz. Demak, bizlarga ko'rinayotgan hozirgi vektor modeli, uylar vektor modeli va madaniy meros obyektlar vektor modeli bu ma'lumotlar bazasida turgan vektor modeli hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasidan tashqarida turgan vektor modelini mana quyidagi vektor modellarni biz tashqariga chiqarib yubordik. Endi bundan keyin ma'lumotlar bazasi ichidagi vektor modellari bilan ishlaymiz. Demak, vektor fayllarni yaratishda qancha va qayerda xato qilganimizni bilishimiz uchun demak topologiya, ma'lumotlar bazasida joylashgan topologiya funksiyasini qo'shamiz va error inspector tugmasini bosamiz. Demak, shunda bizlar tahrirlash jarayonida qancha xato qilganimizni ko'rishimiz mumkin. Demak, umumiy xatolar demak 8 ta xatoga yo'l qo'ygan ekanmiz. Demak, xatolarni har bitta ustiga bosib, qayerda xatoligini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi xato uylar vektor faylida. Demak, uylar vektor faylida mustn't have a gaps, ya'ni bo'sh joy bo'lishi mumkin emas. Demak, bu blok bilan bu blokni o'rtasida demak bo'sh joy mavjud. Demak, bu bo'sh joy yo'l hisoblanadi. Shuning uchun bu xato emas deb qabul qilamiz. Va o'ng tomondagi oynachada fix, ya'ni to'g'irlash tugmasini bosib, mark as exception, ya'ni istisno, bu xato emas degan ma'noda tugmasini bosamiz. Istisno. Demak, keyingi xato, ikkinchi xatoyimiz demak, ko'rib turibsizlar, demak bu yaratilgan vektorning orasida demak bo'sh joy qolib ketgan zarur. Ya'ni zazor. Demak, fix
bo'limiga o'tamiz, to'g'irlash bo'limiga o'tamiz. Ya'ni create feature. Shu bo'sh joyga yangi vektor modeli hosil qilib beradi va shu yo'l orqali bo'sh joyni to'ldiradi. Create feature tugmasini bosaman. Ya'ni siyoh rang maydon paydo bo'ldi. Demak, shu yerda xato joylashgan. Dirty areani o'chirib turaman vaqtinchalik va yaratilgan poligonni tanlayman. Demak, mana shu joy yaratildi va bu yaratilgan joyni tepadagi poligonga qo'shish kerak bo'ladi. Ikkala poligonni tanlab turib, ya'ni sizlarga ma'lum bo'lgan, demak merge, birlashtirish knopkasini bosaman. Demak, uyimiz 104-chi nima shunga yaratilgan model tepadagi vektorga qo'shiladi. Merge qo'shildi va bu oynadan chiqib ketaman. Tanlashdan qutulaman va qilgan o'zgarishimni saqlab qo'yaman. Demak, 8 ta xatodan bittasini to'g'irladik. Preview. Demak, validate tugmasini bosaman. Demak, ko'rdinglar, 8 ta xatodan 7 tasi qoldi. Ikkinchi xatoga o'taman. Demak, ikkinchi xato ham birinchi xato singari, demak, blok poligonlari orasida, demak, joy bo'lishi mumkin emas, lekin bu ko'chaligini hisobiga to'g'irlash bo'limiga o'tib, ya'ni mark as exception tugmasini bosaman. Ya'ni istisno tariqasida. Uchinchisi ham xuddi shunday vaziyat. Demak, mark as exception. To'rtinchi xatoyimizda, demak, yana vektorlar orasida bo'sh joy tashab ketilgan. To'g'irlash bo'limiga o'tib, merge yoki remove overlap, ya'ni ustiga tushganni olib tashlash yoki birlashtirish yoki yangi vektor sozdat qilish yo'llari taklif etilmoqda. Ya'ni shu muammoni hal qilish uchun 3 ta yo'l taklif etilmoqda. Demak, biz eng to'g'ri yo'li bu merge knopkasini bosib, demak, bo'sh joyini tepadagi poligonga birlashtirib yuborishim kerak. Albatta, birlashtirgandan so'ng bu xatolik, demak, kamayadi. Demak, 7 ta xatolikdan, demak, 6 tasi qoldi, 2 tasini to'g'irladik, 3 tasi exception, ya'ni istisno tarzida to'g'irlandi. Keyingi xatolik bu, e'tibor beringlar, demak, boshqa bir poligon bilan boshqa bir poligonni o'rtasida, demak, yuz bermoqda. Demak, bir poligon, madaniy meros obyektlar poligoni, demak, uylar poligonining ustiga tushib qolgan.
Demak, oldingi qilgan to'g'rilashimizni saqlashim uchun save knopkasini bosaman. Demak, ko'ryapsizlar, 4-chi demak xatolik ikkita har xil poligonda vektor modeli o'rtasida sodir bo'lmoqda. Demak, to'g'irlash bo'limiga o'tib demak, merge knopkasini bosaman. Birinchi xatolik to'g'rilandi. Ikkinchi 4-chi xatolik ham xuddi shunaqa. 5-chi xatolik, 4-chi xatolik hozir qaytgan. Demak, 5-chi xatolik ham xuddi shuni ikkita poligon o'rtasida sodir bo'lmoqda. Demak, merge birlashtirish tugmasini bosib, demak, tepadagi poligonga birlashtirib qo'yaman. Xatolik borgan sari ko'ryapsizlar kamayib bormoqda, faqat exception, ya'ni istisno xatoliklari qoldi. Oxirgi xatolik demak uylar vektor formatida sodir. Yaqinlashamiz. Demak, shu joyda demak ustimiz tushib qolgan. Buni to'g'irlash uchun merge birlashtirish tugmasini bosib, demak kichkina zazorni demak mana shu ko'rinib turgan uyga birlashtirib yuboraman. Demak, ko'rib turibsizlar, demak hamma xatoliklardan, topologik xatoliklardan qutuldik, faqat 3ta istisno xatoligi qoldi. Bu deyarli bu xatolik emas. Demak, to'g'irlangan poligonlarni albatta saqlab qo'yamiz save tugmasi orqali. Demak, error inspector oynasini yopaman va topologiya funksiyasini demak argis, hozircha argis dasturidan tashqariga chiqarib qo'yaman. Lekin albatta bu funksiya ma'lumotlar bazasining ichida saqlanib qoladi. Uni ko'rish uchun yana view orqali katalog pane, ya'ni folder ma'lumotlar bazasi joylashgan papkani ochib, demak, mana ma'lumotlar bazasi, uni ichida feature dataset, ya'ni vektor modellar jamlamasi va topologiya funksiyasi. Sichqonchani o'ng knopkasini, tugmasini bosib, demak, properties ga kirib, qolgan xatolar haqida ma'lumot olishim mumkin. Ya'ni errors, generate summary, ya'ni hisobotni ko'rsatish. Demak, ko'rib turibsizlar, umumiy xatolar soni demak 3ta. 3tasi ham demak exception bo'lgan, ya'ni istisno tarzida qo'yilgan, yozilgan. Umumiy xatolar soni total, ya'ni 3ta. 3tasi istisno qilingan. Demak, qolgan ikkita vektor modeli hozirda demak topologiya xatolarisiz qoldi. Demak, ushbu ikkita
vektor modelida xatolar, topologik xatolardan xolis bo'ldi. Demak, ko'rdinglarki, demak, topologik xatolarni topish, uni to'g'irlash juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. Juda ko'p funksiyalarni ishlatib turib amalga oshirishimiz zarur bo'ladi. Shuning uchun eng qulay usuli topologik xatolarni yo'l qo'ymaslik. Ya'ni tahrirlash jarayonida topologik xatolarga yo'l qo'ymaslik. Uning uchun biz albatta edit bo'limidan snapping tugmasini, funksiyasini yoqib qo'yishimiz kerak va autocomplete polygon metodlar foydalanishimiz demak kerak va albatta trassirovka funksiyasidan ham foydalanishimiz kerak. Bu funksiyalarni ishlatishni sizlar bilan biza ko'rib chiqdik. Demak, shu paytgacha sizlar bilan demak, vektor modelini topologiya qonunlariga asosan tahrirlash va topologiya xatolarini topish mavzularini o'rgandik. Oxirgi o'rganadigan mavzuyimiz vektor modelini ma'lumotlar bazasiga ulash bo'ladi. Demak, uylar vektor faylini, atribut tablini ochamiz. Demak, ko'rib turibsizlarki, hali yaratilgan uylar vektor modelini atribut table, ya'ni uylarni ma'lumotlari kiritilmagan. Yaratilgan uylar vektor modelini ma'lumotlar bazasiga qo'shganimizda avtomatik ravishda har bir poligonni shape length, ya'ni perimetri va shape area maydoni avtomatik ravishda aniqlanadi. Maydoni va perimetri metr o'lchov birligida demak yoziladi. Demak, maydon ikkita bo'lganligi uchun biz avvaldan yaratilgan maydonni o'chirib tashlashimiz mumkin. Sichqonchani o'ng knopkasini bosib, demak delete o'chirish tugmasini bosamiz. Bizda yaratilgan vektorlarning har bittasiga ID kiritilgan, lekin ular har bir uy haqida ma'lumotlar yo'q. Ma'lumotlar bizda Excel faylida saqlanmoqda va hozir Excel faylni turgan papkaniga boramiz. Argis Pro loyiha biz yaratgan papka. Demak, ko'rinib turibdiki, demak bu yerda bitta Excel fayl bor, attribute table degan. Attribute table'ni ochib birlamchi ko'rib olamiz. Demak, Excel faylda har bir ma'lumotni ID raqami bor. Demak, shu ID raqami bilan vektor fayliga bog'laymiz. Ma'lumotlar attribut table'ni o'chirib turib, demak ma'lumotlar bazasiga ulashni qulaylashtirish maqsadida Excel'ni Argis Pro dasturiga o'zini ya'ni formatiga to'g'irlab olamiz. Buning uchun analiz tools Excel to table bossam o'zi avtomatik ravishda ko'rinadi. Demak, Excel'dan
Argis Pro formatiga o'girib olaman. Excel faylni kiritaman. Demak, bu Excel fayl D diskni ichida My Courses, GIS, Argis Pro loyihasi va Excel faylini tanlayman. Output table'ga demak nom beraman. Nom uylar demak uylar AT. Demak, sheetga demak AT tanlayman. AT Excel faylda faqat bitta sheet bor, ya'ni bir varroq. Run knopkasi orqali Excelni Argis Pro formatiga o'girib olaman. Va ko'rib turibsizlarki, demak Excelni Argis Pro formatiga o'girib oldim. Ya'ni standalone tables, mana shu fayl. Demak, bu faylni ochib ko'raman. Demak, Excel fayldan Argis Pro fayliga o'girdim. Hamma ma'lumotlar kiritilgan va ID raqami orqali. Bu tableda demak ID raqami bor va albatta uylar vektor formatida attribut tableni ochaman. Albatta buni ham ID numeri bor. ID numberlar, ID raqamlari demak bir xil bo'lgani uchun demak ikkita bir xil ID raqam orqali vektor modelini ma'lumotlar bazasi orqali ulayman. Agar tanlanib qolgan bo'lsa, tanlashdan qutulishimiz kerak. Vektor modeli uylarni ochib turib, demak o'ng tomonidagi qatorni bosaman. Join and relates bo'limiga o'tib, add join, ya'ni ulash, qo'shish, biriktirish funksiyasini bosaman. Albatta bizni input table'imiz demak uylar vektor formatda, ID numberi mana shu ID number. Bu vektor faylni uylar AT demak table'ga ulayapmiz. Undagi bo'lim, ya'ni ID number tanlaymiz. Index join fieldsni belgilab qo'yaman va validate join qilaman. Ya'ni ikkita ma'lumotlarni biriktirish mumkinmi? Mumkinligini tekshirib ko'raman. Demak, hammasi joyida va bu faylni birlashtirishimiz mumkin. Demak, uylar bo'limini ochib, ya'ni join birlashish sifatini tekshiraman. Demak, join ya'ni birlashish ma'lumotlar bazasi bilan ulash muvaffaqiyatli yakunlandi. Ikkita ID number bor. Bu o'zini ID, uylarni ID numberi. Bu esa demak bu Excel fayldan kelgan ID number. Solishtirib ko'rsak, demak bular hammasi bir xil. Demak, bir xil bo'lgan qatorlarni birlashtirgan.
Endi har bir uyni o'zini ma'lumotlariga ega. Misol uchun, demak, shu uy 020702 IDdagi uyimiz shu yerda joylashgan va uy haqidagi ma'lumotlarni demak ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar: qaysi ko'cha, qaysi uy, demak, uy nimadan qurilgan, qaysi materiallardan ishlatilgan va boshqa turli xil informatsiyalarni, ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shu bilan ikkinchi mavzuyimiz ham tugadi. Umid qilaman, demak, hamma ko'rsatilgan mavzular, o'rgatilgan jarayonlar, funksiyalar sizlarga tushunarli bo'ldi. Albatta, tushunarli bo'lmagan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va loyihani yopib chiqib ketaman. Loyihani saqlayman.